Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bu videoda sizlarga Instagramdagi reklama, ya'ni target haqida gaplashamiz. Target yoqishda ikki xil yo'li bor, ya'ni Instagramda o'zidan yoqish mumkin yoki Facebook orqali yoqsangiz ham bo'ladi. Bu videoda sizlarga Instagramda o'zidan kirib, qanaqa qilib yoqishda, sozlamalarda, nimalar bor, hammasini sizlarga birma-bir ko'rsataman. Video uzun bo'lib ketishi mumkin. O'zingiz uchun tushunib olishingiz uchun videoni o'tkazmasdan birma-bir ko'rishni maslahat beraman. Agar qaysidir joyini ko'rmay qolsangiz, tushunmay qolishingiz mumkin. Reklama yoqish juda oson. Videoni ko'rib turib o'rganib olsangiz bo'ladi. O'zingizni bironta videoyingizni qo'yib yoqib olsangiz bo'ladi. Xohlasangiz yangi yuklaysiz, xohlasangiz o'sha ichidagi videoni yuklashingiz mumkin. Buni sharti bor, ya'ni 1 minutdan oshmagan bo'lishi kerak video uzunligi, davomiyligi. Ertaga shu sozlamalardan bitta tushuntirib qo'yaman. Agar sizlarda qanaqadir savol tug'ilib qoladigan bo'lsa, Telegramdan Shahboz 89 deb yozsalaring, meni profilim chiqadi. Ya'ni bobomiz Alisher Navoiyni misralarini yozib qo'yganman. It bo'lur, eshak bo'lur, aslo bo'lmas odamiy. Shuni o'qisangiz, demak meni profilim bo'ladi. Undan tashqari kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Meni kanalimni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Fikrlaringni yozinglar, like bosib, o'rtoqlarga videoni ulashasizlar degan umiddaman. Demak, ilovaga o'tib olamiz. Demak, Instagramga kirib olamiz. Instagramga kirganimizda eng oson yo'li, siz videoyingizni, misol uchun buni hozir ichiga kirganimizdan keyin o'zi kategoriyalari bor, qanaqa yo'nalishlarni tanlash. Ya'ni siz obunachi xolasangiz Instagramdan Telegramga o'tkazib yuborishingiz mumkin yoki shu Instagramda o'ziga odam topishingiz, shularni bitta ko'rsatib qo'yaman. Misol uchun mana oxirgi videoyim, mana 400 bitta ko'rilgan ekan. Ovozini o'chirib turamiz. Bu 59 sekundli video. Ataylab 59 sekund qildim. Shu Instagramga video qilaman shu haqida reklama uchun deb. Misol uchun ikkinchi videoga o'tadigan bo'lsak, bu vaqti uzun. Mana это video нельзя продвигать deyapti. OKni bosamiz. Endi orqaga qaytamiz. Orqaga qaytib turib, mana shu video relist ustiga bosadigan bo'lsak, bu avtomatik reklamaga chiqib ketadi. Shuni bosamiz. Ko'rib turganlaringda bu avtomatik kirib ketdi 59 sekundligi uchun. Bu yerda mana 1 2 3 4 ta bizga 4 ta yo'nalishni ko'rsatyapti. Bitta, mana 2 3 4. Yozyapti Paseti vash profil. Mana shu Instagram profilni o'ziga o'sha rekomendatsiyaga chiqaradi. Ikkinchisi Paseti vash sayt. Bu shu Telegram'ingizni yozib qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun mana bu yerda o'zi avtomatik YouTube'ni ko'rsatyapti ekan. Mana bu yerda o'qisalaring. Bu yerda redaktirovat qilamiz. Mana buni redaktirovat qiladigan bo'lsak, biz bu yerga shu Telegram manzilimizni yoki yo'q shu YouTube bo'laversin desangiz, shu YouTube manzilingizni qo'yib qo'yishingiz mumkin. Undan tashqari magaziningizni sayti bo'lishi mumkin, yoki boshqa mana bu yerda boshqalarni ko'rsatyapti. Bundan orqaga qaytamiz. Mana uni ko'rsataman. Dalayni bosamiz. Ikkita men o'zimga tozalab qo'yganman, telefon hamda sport MMA kurash. Shuna qilib yoqib olasiz degan maqsadda ularga tushuntirib qo'yganman. Endi xohlasangiz siz ham xuddi shuna qilib doim bu yerdan sazzat qilmaysiz. Doim mana shu tayyorini ustiga bosib turib, dalayni bosib, bemalol qo'yib olsangiz bo'ladi vaqtdan yutish uchun. Yoki yangi ochaman degan bo'lsangiz, buni yangiga bosib sazzat auditoriya qilamiz. Hozir biz sazzat auditoriya qilamiz. O'sha reklamangizni tushunishingiz uchun bu yerga reklamaning nomini yozamiz. Misol uchun men reklama dedim, shu Instagramga reklama qilish uchun местоположение deyapti. Mana shu yerga e'tibor beringlar. Местоположение eng kerakli joyi bo'ladi. Bu nimaga kerak bo'ladi degan bo'lsangiz, misol uchun mahsulotingizni
butun O'zbekistonga sotmoqchisiz yoki shu o'zingizni viloyatingizga sotmoqchisiz. Bu agar O'zbekistonda biz hozir belgilaydigan bo'lsak, mana ko'rsataman birovlar. O'zbekistonda belgilab turib, okey qilib, O'zbekistonda belgilangandan keyin sizni reklamangiz butun O'zbekistonga tarqaladi. Yo'q, mani agar O'zbekiston emas, faqat shu yashab turgan joyim bo'lsin degan bo'lsangiz, misol uchun Fergana. Mana birinchida turibdi. Bu shahar ekan, region qilishimiz mumkin. Mana oblast. Oblastni tanlaydigan bo'lsak, bu reklama faqat Farg'onani o'ziga chiqaradi. Agar O'zbekistonni tanlaydigan bo'lsangiz, butun O'zbekistonga chiqadi. Yo'q, undan tashqari men nimaga chiqsin, Yevropaga yoki Amerikaga chiqsin degan bo'lsangiz, o'sha joylarni tanlab mana Germaniya davlatiga sizni videolaringiz reklama bo'ladi. Yoki yashab turgan joyingizni atrofini chiqsin degan bo'lsangiz, местный уровеньga bosasiz. Bu yerda kilometrni ko'rsatib qo'ygan. Ya'ni mana bu yerda 5 kilometr radius deyapti. Mana shu yerdan 5 kilometr yumaloq radiusga ko'rsatadi. Endi shuni boriga qo'yib qo'yasiz. 30 kilometr bo'lar ekan. Siz turgan joydan yumaloq radiusda 30 kilometrga ko'rsatar ekan. Bu yerda nedostupен prognoz deyapti. Shu siz atrofingizda nechta odam borligini biz bilmayapmiz deyapti. Shu misol uchun Germaniya o'rniga shu O'zbekiston degan bo'lsak, O'zbekiston desa, bu yerda 14 million 300 mingdan 16 million 800 minggacha auditoriya bor ekan. Demak, biz shu nimani belgilayveramiz O'zbekistonni. O'zbekiston belgilab turib, yoshi eng kami 18 yosh, bu o'zi to'g'ri, undan pasti bo'lmaydi. Hop, bu yerda interesniga shu o'zingizni mahsulotingizni yozib qo'yishingiz mumkin. Misol uchun kitchen deylik, oshxona. Endi misol shuni deb nima qiladigan bo'lsa, oshxona mana. Bo'ldi. Bu mana shu interesnilarga mana shu holatga ko'proq ko'rsatadi, shu kategoriya uchun. Shu sizni yo'nalishingiz qaysi yo'nalish bo'lsa, o'shani shu yerdan yozib qo'yasiz. Boshqa shu reklama qilib turganda shunaqa odamlarga, misol kimdir futbolni ko'p ko'radi, agar futbol sohasi bo'lsa, o'sha sportni belgilab qo'yasiz. Shu futbol ko'rayotganlarga reklama bo'lib chiqib qoladi. Misol uchun futbol ko'rayotganga ovqatni agar bu yerdan belgilab qo'ygan bo'lsangiz, futbol ko'rayotgan odamga ko'rsatishi kamroq bo'ladi. Faqat o'sha o'zingiz belgilagan kategoriyaga ko'proq ko'rsatadi. Buni o'zingiz o'sha qanaqa mahsulotingiz bo'lsa, o'sha reklama qiladi. Bu shunaqa joyi edi. Demak, bizga hozir bu shart emas. Bu joylari to'g'ri bo'ldi. Mana bu yerda o'zi galochka chiqdi hamda reklama degan yozuv chiqdi. Agar yana ham buni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, shu joyga redaktirovat qilib, yana o'zgartirib olsangiz bo'ladi. Demak, endi daleni bosamiz. Pulli xonasi keldi. Bu yerda $1, sizlarda $10 bo'lishi mumkin. Hammada har xil chiqib turadi. Eng kami $1 ekan. Shu reklamani hozir agar yoqadigan bo'lsam, $1 bu yerda mana yerda yozyapti. Prognoz qilib ko'rsatyapti bizga, taxminiy prognoz показать deyin. Bir kunda deyapti 2289 ta odamdan shu reklamani shu 4505 ta o'sha profilga foydalanuvchiga butun O'zbekistonga ko'rsatar ekan. Agar shuni biz yo'q, shunday qimmatroq bo'laversin degan bo'lsak, mana misol $10 degan bo'lsa, eng kami 24000 profilga, shu obunachiga 44580 ta odamga shu reklamani ko'rsatar ekan. Bu yerda o'zingizga bog'liq, xolasangiz undan ham ko'proq ko'rsatsin degan bo'lsangiz, eng qimmati $2000 ekan. Hop, 3 million
922 ming odamdan 7 million 284 ta odamga bir kunda ko'rsatar ekan. O'rtacha $3 degan bo'lsa, 7,5 ming odamdan 13.940 ta odamga taxminiy qilib ko'rsatyapti. Vaqtni belgilab olsangiz bo'ladi. Misol uchun shunga bosib va 5 kun. 5 kunga, mana 5 kun deyapti. 5 kunga $15 bo'lar ekan. Taxminiy ko'rsatishi 36 mingdan 66 ming odamga ko'rsatar ekan. Biz shuni misol uchun 2 kun degan bo'lsak, $6 pul bo'lar ekan. 14 ming odamdan 26 ming odamgacha ko'rsatar ekan. Bu yerdan shu o'zingiz belgilab olsangiz bo'ladi. Shu yerda mana. Eng uzog'i shu 1 oy reklama bo'lar ekan. 1 oyda 216 mingdan 401 minggacha ekan. Agar shu misol uchun siz bir kunlik yo'q, bir 5 kun taxminan 5 kun qilaylik. 5 kundan $3 yoqilsa $15 ekan. Shu sizni mahsulotingizni misol shu 36 ming odamdan so'zlarga, shu sonlarga e'tibor bering. 36 mingta odamdan 10% sizni mahsulotingizga qiziqsa, 3600 ta odam sizni mahsulotingizga qiziqadi. Endi 3600 dan yana 10% odami sizni mahsulotingizni sotib oladigan bo'lsa, 360 ta odam narsangizdan sotib olishi mumkin. Agar 5% o'sha qiziqqan 3600 ta odam qiziqqan mahsulotingizga o'shandan 5% narsangizni sotib oladigan bo'lsa, 180 bo'ladimi shunda? 180 ta odamga narsangizni, shu mahsulotingizni sotsangiz bo'ladi. Endi dalayni bosamiz. Bu yerga mana bu yerga mana o'sha Visa karta kirg'izish kerak bo'ladi. Visa karta kirgizadigan bo'lsangiz, yana mana tugmachani bosadigan bo'lsangiz, publikatsiyani Prod Viget Pro publikatsiyani pulni yechadi, yechib turib keyin avtomatik reklamaga chiqadi. Bu yerda yana ko'rsatyapti, misol uchun mana sizni reklamangiz faqat Instagramda emas, Facebookda ham reklama bo'lar ekan. Agar Facebookga ulangan bo'lsa, agar Instagramdan Facebookga ulangan bo'lmasa, Facebookingiz bu yerda ko'rinmaydi. Shuning uchun Instagramda o'zida reklama bo'ladi. Menki Facebookga ulangani uchun o'sha Facebookga ham reklama qilamiz deb yozyapti. Demak, menimcha hammaga video tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Qanaqadir savollaring tug'ilib qoladigan bo'lsa, Telegramdan o'sha boshida aytib o'tganimdek Shahboz 8989 deb yozsalaring, bobomiz Alisher Navoiyni misralarini yozib qo'yganman. It bo'lur, eshak bo'lur, aslo bo'lmas odamiy deb shuni o'qisalaring meni profilim bo'ladi. Undan tashqari kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Shunaqa qiziq videolardan chiqarib turaman. Agar sizni o'zingizni o'ylovingizda bunaqani video bo'lganda yaxshi bo'lardi deydigan bo'lsangiz, kommentariyada yozing, men o'qiyman. O'sha sizni qiziqqan videongizni tayyorlab, sizlarga oson o'rganishingiz uchun video tayyorlab kanalga joylayman. Bu menga qiziq, o'zimga ham motivatsiya bo'ladi. O'zim uchun ham yaxshi. Videoni tugatamiz. Kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yinglar. Qo'ng'iroqcha tugmasi men qachon video qo'yganimda sizlarga qo'ng'iroqchadan bir yoqimli ko'rinish bo'ladi. Shu meni video qo'yganim sizlarga bilinadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.